Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiye dese de Gazi Rosa Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü leksiyelerimizde anlaştığını evvel vatandaşlara manda bir epigraf üstüde bir işki mavzunu vatandaşlara tapşırışını layık taptım. Birincisi Çimpokonu bugün YouTube'da ilan kılınan televizyon filminde mavzusu mundakken. Prezident Trump'ın hayvisi kılıçını yalang'ochladı. Admiral Avustralya'da turishliq bosh elchi bo'lib tayinlandi. Uzoq safar qilguvchi armiya Sharq Osiyoda ko'paytirildi. Kompartiya matbuotlari g'aljirlashdi. Chimpokon avtori 2 ayning 13 kuni YouTube. Yana birisi Jungo Kompartiyasining zuvoni Zokunchi her kuni yolg'on so'zlaydi. Bu bugungi bizning so'zlaydigan leksiyalarimizga munosabatli. Diqqat vatandoshim. Jungo Kompartiyasining zuvoni Zokunchi her kuni yolg'on so'zlaydi. Her kunlik rol elishini bütün dünya mesxara qiladi. 2018 yıl 2 ayının 5 günü YouTube. Hazırgacha bu 165 bin kişinin artık gördü bu filmni. Bu filmde Kongo Kompartiyasının iki zokunchisi, 2 nafar zokunchisi, biri Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi, yana biri Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying xonim. Bularni ana shunday butun dunyo yolg'on so'zlaganligi uchun masxara qiladi ekan. Bugungi xabarimiz dal mushunaga munosabatli vatandoshlar. Endiki mavzu Beijing yordam qilib Xinjiang bo'lgunchilariga zarba berishda Prezident Trumpning o'ylagani bor. Beijingga yordam qilib Xinjiang bo'lgunchilariga zarba berishda Prezident Trump'ның o'ylagani bor. Mavzuli xabar 2 ayning 11 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika armiyasi rahbarligidagi NATO Afg'onistonda Sharqiy Turkiston Islom harakati tashkilotiga zarba berganligi to'g'risida xabar tarqalgandan keyin Jungoda jamoat fikri hamda Amerikada bir qism jamoat fikrining diqqatini qo'zg'adi. Bu qatim Amerika armiyasining Sharq Turkiston Islom harakatiga zarba berishining o'xshamaydigan bir tarafi shuki, muhimi chunki Prezident Trump 2017 yil 8 oyda buyruq tushirib, ko'rsatma berganligidan shundaq bo'ldi. 8 oyda nima deb buyruq tushirdi, nima deb ko'rsatma berildi, matbuot hech qanday gap yo'q. Hozir buni Xitoy yozyapti vatandoshim, buni Dovitor beti yozyapti. Ko'rsatma berganligida shundaq bo'ldi deyish bo'ldi. Balki Prezident Trumpning davlat bexatarligi strategiyasi, davlat mudofaa strategiyasi va O'rta Osiyo Afg'oniston strategiyasini o'tirib qo'yishga to'g'ri kelib qoldi. O'tirib qo'yish bilan bu Sharq Turkiston Islom harakatiga zarba berish shuni to'g'ri kelib qoldi deyapti. Dovitor beti Xitoyning to'rbeti vatandoshim. Umumlashtirib qaraganda Prezident Trump sobiq Prezident Obamaga o'xshash Jungoning Afg'onistonni qayta qurishida va Afg'onistonda terroristlarga zo'ravonlar qarshi turish jihatda tegishli rol o'ynashini umid qiladi. Sharqiy Turkiston Islom harakati, ya'ni Jungo hukumati Xinjiang bo'lgunchilari qatoriga kirgizgan. Jungo, Angliya va Amerika qatorliq davlatlar hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro tashkilotlar bu tashkilotni zo'ravon tashkilot deb e'tirof qilgan.
Şərq Türkistan İslam Hareketi'nin bazı teşkilatıga seliştoğandı Şərq Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı Gərb cemaat fikriga ança tanışlıq emas. Washington Poçtası gizli 2 ayının 11. gün doğrudan doğru Şərq Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı'nı kişiler bilmeydi. Amerika armiyasının Şərq Türkistan İslam Hareketi'ne zərb bergenligin Afganistan uğraşın 100 bergen 16 yıldan beri zor özgürüşler. Angliya Reuters agentliğinin bergen haberiga koyulgan mavzu texama bir vasıta oldu. Cungo'ya karşı kurallık unsurlar hep Şərq Türkistan İslam Hareketi'ni görsetti. Amerika armiyasının Şərq Türkistan İslam Hareketi Teşkilatıga zərbi bergenligi belki Beijing'ni hoş kılış üçün. Beijing uzun yıllardan beri Şərq Türkistan İslam Hareketi Teşkilatıga zərb berişte Gərb dünyası bilen hemkarlışını müracaat kılgan dep hesapladı. Cungo Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Geng Shuang 2 ayının 9. günü mundaq görsetti. Terrorizmga qarşı duruş dünyadaki barlıq devletlerinin mesuliyeti. Şərq Türkistan İslam Hareketi Teşkilatıga zərb beriş bu Cungo'nun yadroluk vazifesidir. Sabıq Prezident Obama devirde Amerika izchil halda Uçurunun eniqlik derecesi kam deganni sebep kılıp Cungo bilen birleşip zo'ravonlik qarshi turishning derecesini chekdigan edi. O'xshashda Amerika Cungo'nun o'ttiri sharqda terroristlarga qarshi yoki zo'ravonlarga qarshi turish jihatda muhim rol o'ynashini umid qilgan. Amerika'nın Afganistan'da hem de butkul o'ttiri sharqda zo'ravonlarga qarshi turishiga ergishib cümleden ISIS'e karşı duruşa ergişip Afganistan'da kayıt kuruş ihtiyacı tüpeyli Amerika yana başka menfaatler devletler bilen hem kardeşliğe başladı. NATO rehberliği de Afganistan'da hareket kılıvatkan alaydı grupa 2 ayının 8. günü aşkar aldı mındaq görsetti. Amerika armiyası Afganistan'ın şarkı şimal ülkesinde Bedaxşan havadan bombalaş vazifesini icra kılıvatkanda Talibanlar meşgula girdi. Hem de Afganistan bilen Cungo hem de Tacikistan çığıraları yakın bir cayda Şərq Türkistan İslam Hareketi'nin karargahını bitçit kıldı. Bayanatı mundaq görüsüldü. Amerika armiyasının hareketi Afganistan'ı qollaş, bu devletin qoşunlarını hatırcam kılış ve Afganistan'ın çığıradı ötüp terörist hareket bilen şugullanadigan teröristlerin panay cayı emasligini görüstüp koyuştan ibaret. Devamını anlayız, hürmetli vatandaşlar.